Assalomu alaykum, hurmatli bog'bonlar jamoati. Mana biz, Xudo xolasa, intensivniy bog'ga keldik. Mana intensivniy bog'larda porядка qilib, yaproqlarini olib, obreskalar bitdi. Ariqlarni tozalab, astlarini aqtab qo'ydik. Ega turgan yerlariga mantib ko'chatlarni egib qo'ydik. Bu yoqda hali chetdan kelgan jaman sortdagi ko'chatlar edi. Ularni olib tashladim. Mana jangi ko'chatlarda ham Xudo xolasa mo'malar bor уже. Mo'ma yaxshi ele. Mana shular mo'ma buchur. Bardag'i sovuq urgani ham ko'p ham urganiga o'xshab aytadi. İçleri ham jam-jashil. Xudo xolasa yaxshi mo'malar bor. Bu yoqqa uncha shtovga tushganga ham o'xshab aytadi. Paka cho'plarni iloji boricha yaproqlarni, ichidagi yaproqlarni to'p-to'p olib chiqib tashlash kerak. Tashqariga o'shani bog'lar bilan yaproqlarni tashlab o'tamiz. Atak Xudo xolasa paka normalni. Bu bog'imiz mana shunday buchur mo'malar. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Mana bu sistema Veritino. Sistema Veritinoda tarbiyalangan. Mana mo'malari yaxshi ele. Xudo xolasa shu intensivniy ilos baq. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. İşleringizge iyilik. Şönteyleringe Allah baraka bersin.